Koreyskiy необычный shirinliklarni mukbang qilamiz. Bu shirinlikning nomi yanging, fasoldan tayyorlangan, ichida har xil dabavkalar bilan. Kashtandan boshlaymiz. Kashtanligi. Shunaqangi ko'rinishda. Kashtan dam kelyapti. O'zimizni holveyterga o'xshar ekan. Menga yoqmadi. Undan 2. Chechenikani попробовать qilib ko'ramiz. Chernikaning rangini qaranglar. Chernika menga salom yoqadi. Iltimos, faqat shirin bo'lgan. Chernikaning rangi ta'mi bor, menga yoqdi. Undan 9. Uchinchisi yuja. Это sitrusovый, limon bilan apelsinni qo'shilganga o'xshaydi. Buning rangini qaranglar. Hidi вообще zo'r. Shunaqangi свежий sitrusovый tam. Ta'mi ham yaxshi. Undan 7lar. Keyingisi vanilla va patat. Patat это kartoshka, kartoshkaning kattasi. Menga yoqmaydi. Нет, meni vkusimda emas. Undan где-то 3. Keyingisi esa dengiz o'ti. Сомнительно, но okey, mukbang uchun yeymiz endi. Nima bu yam-yashil? Buni qaranglar. Tam yaxshi. Kimni hidi kelyapti? Normal, undan 4. Bizda anjir qoldi. Anjirni probaj qilib ko'ramiz. Anjir. Anjirni holveyterga qovurishgandek. Lekin anjirni mevasi ichida sezilyapti. Xo'p, bizda yana ikkinchi kashtan bor. Ichida yong'oq ham bor ekan. Undan 5. Yer yong'oq. Yer yong'oq moyi bor, lekin o'zi yo'q bu yoqda. Bu ham menga juda ham yoqdi. Undan 7. Qovoq, oshqovoq. Probaj qilib ko'ramiz. Oshqovoqdan shirinlik yemagandim. Buning rangini. Oshqovoqli samsani ta'mi kelyapti. Yomon emas. Undan 6. Bizda xurmo va qora kunjutligi qoldi. Qora kunjutligidan boshlaymiz. Prям kunjutni qidim. Yo'q, menga yoqmadi. Undan 2. No, yesa bo'ladi. Kimga agar kunjut yoqsa, yesa bo'ladi. Xurmo. Xurmo menga u darajada yoqmaydi. No, bunga imkon berib ko'ramiz. Xurmoning ichida mevasi ham bor ekan. Ondan 4 juda ham shirin. Слишком shirin. Koreya hayoti sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.